hurmatli radio angluvchilar. Aysajon 1984-yili Qashqarda tug'ilgan va Qashqarning Uruk bozori mahallasida cho'ng bo'lgan. U 2008-yili to'y qilib, Urumchiga ko'chib kelgan. U Urumchiga o'zbekiston burun tuqqan bizga. Ha, sizmi bormisiz shu kuni bu vaqada? Ha. Siz yo'lishingiz bilan birga shu kuni tutildingizmi? Ha, birga ketgan yo'lda. Namoyishlarni qo'lga vaqtda ishtirok el-xalqlar qo'shishini bilan yo'lga ketgan piyodalar yo'lda to'xtab, men o'ttirib, nimaga chiqib, mashinaga endi Opaca şu davetler bir gün tüyden turuş korna aşağıya. Siz kaya tutuldunuz ondaqda? Xalq meydanının ki avtobus çıkış pistinikke konsertide. Saat neçe vaqt şu? Şu 5. 7. ayının 5. günü saat 5 şundaqmı? İşkan yolçunuz öyle işkanlı tağla ketdim şerdim tutup ketdimi? Kaya gapadığın başta? Şu Taksi mektebini kendi bir tüyden turuş korna aşağıya. İşkanlı bir öyge soldu mu ya ayrım soldu mu? Ya oğullarını ayrım, kızlarını ayrım nem yaptırıp meni şu gün koyatagan. Ha, yolçunuzu koyapamidi? Yolçunu yaptırıp koyapırmız hep qalgan жазып üzdirip yo'q. İsmi nima yolçunuzning? Aysaja Ahmet. Qancha yoshda shu chaqda, shu yili 2009da? 84-yil tug'ilgandi. 25 yosh degan gap. Balangni bormi? Ha, hozir bir balam bor. Qancha yosh balangiz hozir? 2,5 yosh. Shu voqea yuz berganda unda siz eg'ir bo'y degan gapda undaqda? Qo'sqimni bata. Aysajon balasini tiq ko'midi? Yo'q, 6 oylik, 7 oylik. O yo'lchingizning qilgan ishi nima ish tijorati normalda? 88 doktor maktabini oshxonasida o'shtirdi. Ishdan sirtmada gitar deb naqsh yozdi u yo'lchim. Ya yozgan bir naqsh tekstini xotirlay olamsiz yo'lchingizdan? Siz eng yaxshi ko'rgan naqsh tekstidan birini aytbiring. Yolg'iz sahar degan naqshi ma'bu. Aytbiring, o'q. Bu saharda jinjit ko'l bo'yida chiqiydi dekmayin bahor shamli. Xiyalim qo'lvaq bo'lib o'zar alsa, izlaydi ko'zlarim nadin seni. Qarayman tinimsiz atrofga, vujudim yuragim to'lib yoshqa. Qaraydi yuragimdan sual, o'zgarmas oldimda tursa real. Po'latdek haqiqat oldida yar taqdirga tenderdim beamal. Chiqdi bu sahar asta qo'yash, qo'shilib sahardan uzatqcha. Qaytinan bu sahar mo ko'rdimda yosh, ezgim g'am xiyol bilan qayg'urg'umcha. Yolg'izman bu sahar desang nigar, xiyolim tandilan qilish chiqar. Olumay olunib qoldim bekor, tevrenmas irodam sindi shu az. Bu qancha yozilgan she'r bu? Buni 2007-yilmi 2008-yil yozgan. Bu bek ta'sirli she'r ekan, ham u o'zining hozirgi hayoti bilan bugungi kuni bilan munosabatlikda qildi. Xuddi hayotini bilgandek. Buni şu yo'lchim bilan ikkimiz orlashayotgan vaqtda yozibdik. Muhabbet vaqtida. O'z gitardashlar o'qiydi, gitarni telib nemqar. Demak, Urumchida shu o'zining do'st birodarlarining to'y to'kinlarida, so'rinlarda muzika chaladi, gitar chaladi. Shundaqmi? Aşılarım kızgın, lekin Qashqarda ağaynlarning istoliydi, aşıda o'qiydi ketdi. Şu gitar çalgan bu muzika nimalari yo'qmi? CD-lari, videolari? Mening telefonim bor. Baharmış gün bahar vesile İhtiyatsız gönül o yaşlar yumup gözümde Biz konuşkan emes bu aşu bahar vesile İhtiyatsız gönül o yaşlar yumup gözümde Biz konuşkan emes bu aşu bahar vesile Hey bulma bahar Tadında özgen otlar yakar Hey bir adaya Beni düz kütken büyük armağanlar Hey bir adaya
Kırırız gülgen büyük armağanlar. Bay siz ko'z ish qildingizmi mana o'qib o'tib? Sizni ta'sirlangan yeringiz nima? Mush misralarni o'qiganchada nima uchun sizga yosh keldi? Yolçun oylap şu dey çıkırmen dep жүрген, dey çıkırmen pul yığıp, dep altın diye herkes yakımlap basım alan taqırap durdu. Men amına bir kız muhabbet kazınma anlaqmanlar dep aşna dep kim kotevedim dikat tuma aşna nafsını yazıp işten çıkasa. Hürmetli radio anlıqçılar. Yuqorida 5-yildan keyin izdireksiz g'oyib bo'lganlar nomli chatma xabarning 9-qismini angladinglar.